Chortoq tumanidagi 6-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchilarning ma'naviy axloqiy tarbiyasini mustahkamlash, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda ijtimoiy faolligini oshirish borasida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Bu jarayonda maktab maslahatchisi tomonidan olib borilayotgan faoliyat yoshlarni qo'llab-quvvatlash va ularning qiziqishlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. 6-umumiy o'rta ta'lim maktabida 2026-yil 17-mart sanasidan buyon maktab maslahatchisi sifatida o'z faoliyatimni olib boryapman. Prezidentimiz tashabbuslari bilan tashkil etilgan ushbu lavozim maktabdagi yosh o'quvchilarimizni iqtidorini erta aniqlashga, ularni tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etish va iqtidorlarini yanada rivojlantirishga xizmat qilib kelmoqda. Shu jumladan maktabimizdagi o'quvchilarni faolligi, ularning liderlik qobiliyatlari va tashabbuskorliklarini yanada rivojlantirish maqsadida o'quvchilar kengashi faoliyati yo'lga qo'yildi. Kengash orqali o'quvchilarimiz maktabdagi turli loyiha, tadbir va tashabbuslarda faol ishtirok etib kelishmoqda. Ta'lim muassasasida darsdan tashqari mashg'ulotlarni samarali tashkil etish maqsadida turli yo'nalishdagi to'garaklar faoliyat yuritmoqda. To'garaklar o'quvchilarning iste'dodi va qobiliyatini yuzaga chiqarish, fan, sport hamda san'at sohalariga bo'lgan qiziqishni oshirishga xizmat qilmoqda. Maktabimizda Kelajak markazining tarmoq to'garaklari o'z faoliyatini yurityapti. Asosan 4 ta yo'nalishda tarmoq to'garagimiz bor. Bular bichish va tikish, kashtachilik, mental arifmetika va biologiya yo'nalishlari. Kelgusidagi rejalarimiz mana shu tarmoq to'garaklar faoliyatini yanada kengaytirish va o'quvchilarimizni zamonaviy yo'nalishlarga yanada ko'proq jalb etishdan iborat. O'quvchilarimizni kelajakdagi kasbini to'g'ri tanlashiga qaratyapmiz. Shu maqsadda turli texnikumlar, oliy ta'lim muassasalari va turli tashkilotlarda tashkil etilayotgan ochiq eshiklar kuniga muntazam ravishda olib boryapman. Bundan tashqari bitiruvchi o'quvchilarimizning soni 85 nafar bo'lib, ulardan 45 nafari xalqaro va milliy sertifikatga egalar. Bu orqali o'quvchilarimiz muddatidan oldin talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'lishdi. Shu bilan birga o'quvchilarni rag'batlantirish va ma'naviy qo'llab-quvvatlash maqsadida turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar muntazam o'tkazib kelinmoqda. Bu tadbirlar yoshlarning dunyoqarashini kengaytirish, jamoaviy muhitni mustahkamlash hamda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Hozirda maktab jamoasi bilan hamkorlikda va Chortoq tuman Kelajak markazi bilan birgalikda maktabimizda Sen iste'dodlisan nomli ko'rik tanlov o'tkazmoqdamiz. Bu tanlovdan asosiy maqsadimiz o'quvchilardagi yashirin iqtidorni aniqlash va uni yuzaga chiqarishdan iborat. Bundan tashqari maktabda o'quvchi yoshlarning tashabbuskorligini rivojlantirish maqsadida sardorlar faoliyati ham samarali yo'lga qo'yilgan. Faol sardorlar o'z tengdoshlari orasida faollik, mas'uliyat va yetakchilik ko'nikmalarini shakllantirishga hissa qo'shmoqda. Ushbu maktabda tahsil olish davomida turli xil yutuqlarni qo'lga kiritdim. Jumladan, ingliz tilidan IELTS sertifikatini, ona tilidan milliy sertifikatni, undan tashqari maktabimiz jamoasi bilan xorijiy tillarni yaxshi o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovida 3-o'rinni qo'lga kiritib, 50 million so'm pulni qo'lga kiritdik. Maktabimizda maktab maslahatchimiz tomonidan o'quvchilar kengashi tashkil qilingan. Men ushbu kengashda kelajak lideri sifatida ish olib boraman. Biz bu kengashda o'quvchilarga yordam berish va maktabni yuksaltirishda ish olib boramiz. Xulosa qilib aytganda, ta'lim va tarbiya uyg'unligiga asoslangan ushbu tizimli ishlar o'quvchilarning bilim olish jarayoni bilan birga ularning ma'naviy kamolotini ta'minlashda ham muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.